Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta beda o'radigan kaselkamiz tayyor bo'ldi. Shuni sizlarga bitta qisqacha video obzor qilib tushuntiramiz. Mana bu kaselkamiz eniga 1.80 joyida olib ketadi. Eniga 1 metr 80 cm joyida olib ketadi. O'zining umumiy kattaligi 240. Mana bir tomonga to'plab ketadi. Yonidagi mana bu korpus qismlari tepaga ko'tarilib tushirib regrovka bo'ladi. Qo'shimcha mana bu yerda qo'shimcha kardani bor traktorga elish uchun. Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga tayyorlandi bu zakasimiz. Xudo xohlasa ertaga egalariga topshiramiz. Kimni mana shunaqangi kaselkalar qiziqtirsa yoki qishloq xo'jaligini boshqa birorta bir texnikalar qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Zakaz asosida tayyorlab beramiz.